Assalomu alaykum. Hurmatli guruhimiz mijozlari. Ana bugungi sotiladigan uchastkamiz 6 sotixli uchastka bo'lib, cho'pkori deb aytilar ekan. Cho'pkori. Mana darvozaxonasi uzunligi ancha uzun. Mana ko'cha, mana yo'l yaqingina, yo'lning oldida. Ko'chlar ham ahil, inoq. Oching. Mana kiraverishimizda sразу ko'zimizga katta uchastkadagi tashlanib turadigan joy. Mana bu yerda bitta xonasi bor, 3x4, o'ng qo'limizda. Mana bu yoqda ham bitta 3x4 xonasi bor. Mana bu yoqda ham xonalarimiz mavjud. Временный deyiladi. Qurilgan shifr ham qilingan, juda ham sifatli. Mana bu yerda ham uzun xonasi bor, tayyor. Faqat buni patolog qilib ko'chib yashash kerak. Mana bu yoqda to'g'rida yana bitta kiradigan joy bor. U yoqda 5x4 ikkita zal bor. Yer maydoni 6 sotiq. Mana shifrlari ham yaqinda urilgan. Yog'ochlari ham juda ham sifatli. Hammasi ozgina mehr berib ko'chib yashasa bo'ladi. Mana bu yerga zabor tortsa bo'ladi. Suv kelgan. Suv, tok, gaz hammasi mavjud. Lekin ulash kerak-da, ulash kerak. Ulash kerak mana. Hammasi tashqarida kelgan, ulash kerak. Narxini kelishtirib ayting mana. Kelsa gaplashamiz-da. Bo'ldi. Mana mijozlarimga kelishtirib beramiz yana. Kelsa gaplashamiz. Hurmatli mijozlar, pastdagi nomerlarga murojaat qilasizlar. 99 nomerim qo'ldiraman. 99 384 9009. Yana bitta kanal bor, Go 24 degan. Go 24. Buni bilsangizlar bo'ladi. Juda ham ko'p uylarimiz bor bundan tashqari.